degan tovushlarni boshlang'ich ta'limli vokalistlar juda ham ko'p xato qiladi. Aynan unli harflarda va aynan unli harflarni to'g'ri aytish uchun sizlarga undosh harflar yordam beradi. Undosh harflariga profilimizda juda ham ko'p ovoz mashqlar va ovozni qanday to'g'ri qizitishni hammasi tushuntirib berilgan va video reelsda ko'rsatilgan. Aynan shu video darsliklardan foydalanib, bemalol uyda ham mashq qilsangiz bo'ladi. Bizda juda ham ko'p ovoz mashqlar berilgan va hozir yana bitta mashqni sizlarga ko'rsatib beraman. Aynan shu mashq ataka davleniya chiqarishga yordam beradi. Va unutmangki, siz artikulatsiyani boshqarib va nafasni aynan qoringa olib, qorindan boshqarishingiz lozim. Va artikulatsiyani unutmang. Ana endi men chalib beraman, siz esa aytib berasiz. Unutmang, 2-2-2 deganingizda juda ham tezlik bilan chiqarishingiz kerak. Ham nafasni, ham ovozni. Ovoz mashqlarimiz sizlarga yordam beradi va natija olib keladi degan umiddamiz. Va undan ham ko'proq video reelslarimizni va video mashqlarimizni kuzatish uchun obuna bo'lishni esingizdan chiqmasin. Aynan shu video formatdagi darsliklar sizlarga qulay bo'lsa, like va kommentariy qoldirishni unutmang.